Guten Tag do'stlar, hammasi salomatmi? Zo'rmisizlar? Xo'p, bizda yangi ideya bor edi, o'zi yangi emas, uzumda ko'rdik. Zo'r sotilayotgan narsa bor ekan. Hozir 18 fevral 2025-yil 1-martdan Ramazon oyi boshlanadi. Shunga mana bunaqa saharlik, iftorlik uchun duolar yozilgan salfetnitsa, keyin buni oddiy turadiganlari shunaqa qo'yib sotmoqchi edik uzumga. Bu kartani ko'rdik uzumda haftasiga bitta odamda bor ekan. 300 dan ortiq sotilganda bir haftada. Shunga biz ham yasab beradigan joylarni topib, sherigim bor Rahmatjon degan, uni o'zining alohida do'koni bor. Joylarni topib, xullas surishtirib, o'sha bugun qo'yib yubormoqchi edik. Kecha olib keluvdik mana. 52 ta olib keldim. Rahmatjon 52 ta oluvdi o'ziga. Lekin upakovka qilayotgan paytim o'zida bu narsa chochilib ketyapti. Hozir ko'rsataman, e'tibor bermanglar. Sklat olganman, sklatni ko'ramiz. Mana bunaqa qilib chochilib ketyapti. Xo'p, kecha berayotgan paytda butun edi degan bo'ladi. Buni ichini mana kley qilganda, kley qo'yib yuboryapti. Mana. Endi hozir bu narsani bizni uzumga berib yuborsak, o'zi ertalabdan olib bormoqchi edim. O'sha o'ylanib o'tiribman. Kley olib chiqdim mana. O'zim boshqatdan kleylar olmayman. Baribir sal qattiqroq teginsa, tushib ketsa, kley qo'yib yuboryapti-da. O'shanga hozir buni olib borsam, ertaga ochilib ketsa, shuncha odam norozi qilib yana ro'za oyida qarg'ishga qolib yuramanmi deb o'ylayapman. Endi ana odamga yozib yubordik, telefon qildik. Bularni qaytarib bermoqchimiz, xudo xohlasa. Qaytarib bersak, boshqa yasatamiz. Buni muammosi mana yonlari oddiy qilinganda, past tomoni esa mana bunaqa kiyg'iziladigan qilingan. Buni yonini ham kiyg'iziladigan qilish kerak edi. O'shanda qo'yib yubormasdi bu narsa. Bizning o'zimiz usta bor. Lazer apparati bor. Mana bunaqa fanerlarni bemalol kesib bera oladi. Misol uchun baxt muhrlarni kesib bergan hammadan ham. Yurakchaliklarni arzonga kesib beradi bizga. Faqat u odamda mana bunaqa ustiga yozuv yozadigan apparat yo'q. Endi hozir biz gaplashib ko'rmoqchimiz. Mana bu yozuv yozadigan joyini bu odamga qildiramizda, qolgan joylarini o'sha o'zlarining ustiga qildirmoqchimiz. Xo'p, buni donasini biz 20 ming so'mdan sotib oldik. Hammasi musor mana bunaqa qo'yib yuboryapti. Hozir narigilarni ham berib yuborsam, ular ham qo'yib yuboradi. Bularni mana kleyladim. O'zim qaytadan mana ko'ryaptimi yo'qmi bilmadim, lekin mana kley qilib chiqaman hammasini. Endi bilmayman hozir. Mana bu bugun 18 fevral. Mana Ramazon stol bezagi. Bugun olib borib berishim kerak edi 52 ta. Xullas buni olib bormayman. Qaytarib olaman desa albatta baxt muhrlari, boshqa narsalarni olib ketaveraman. Bu korobkani qaranglar, bu kattalashib ketganmi korobka? Mana bu 30 ga 30 korobka edi. Bu korobkadan tugab qolgani uchun majburligimizdan mana bunaqa kattasini oldik. Bu 40 ga 40. Shunaqa gaplar, bu chexol bor. Xo'sh. Agar u odam qaytarib olmayman desa, biza buni o'zimga olib borib bera olmayman, o'zimga olib borib bermayman. Albatta shu pulga kuygan bo'laman. Sherigim Rahmatjon shu pulga kuygan bo'ladi. Ko'ramiz. Do'stlar, bugun 17-yanvar 2026-yil. Xo'p, bu tovarlarning hammasini bizga yasab bergan odamga olib borganmiz. Xullas mana brat yasab bergan narsa hammasi sinib ketyapti. Biz buni olib borib sota olmaymiz deganmiz. U odam ham keyin yo'q, men buni qaytarib ola olmayman degan. Keyin qaytarib ola olmasangiz ham qaytarib buni sinmaydigan qilib bering deganmiz. Sinmaydigan qilib beraman deb olib qolib kleylab bergan u ham.
U kley ham ushamagan. Keyin aytganimiz xatyabi biz materialni olib beramiz, ichidagi fanerini, o'shani kesib bering, obslugasini tekin qilib kesib bering deganmiz. Unga ham ko'nmagan. Keyin xullas sherigim Rahmatjon aytgan, men degan yaxshilab ana buzilmaydigan qilib kleylab sotaman degan. Men aytganman, agar shuni sota oladigan bo'lsang deganman, men o'zimdagi tovarlarni ham senga sotaman deganman. Keyin o'sha paytda men arzonroqga Rahmatjonga sotib yuborganman. Rahmatjon menga o'sha paytda kleylab topshirib olishga ko'zi yetganda, men bitta o'zim ishlardim. Ular uydagilar bilan qarashib olishardi, oilaviy ishlashardi. Men bitta o'zim bo'lganimga unaqa vaqtim yo'q edi uni hammasini kleylab chiqishga, boshqa qilib o'tirishga. O'shanga tinchgina deganman. Sotsam arzonroqga bo'lsa ham sotib qo'yib qolay deganman-da, nima deydi? Bosh og'rig'idan qutulay deganman. Keyin Rahmatjon uni kleylab topshirgan. Lekin sota olmagan. U kleylagani bilan ham baribir ochilib ketgan, nechtadir hozir kecha gaplashuvdik. Nechtadir brakda yotibdi hali ham o'zimning skladada, nechtadir uyda turibdi. Xullas, men ozgina zarar ko'rganman, Rahmatjon sal ko'proq zarar ko'rgan. Men aytmoqchimanki, bu yil ham mana ro'zaga kirib keladi, Xudo xohlasa, tez yaqin qoldi. Sal oldinroq harakat qilib, o'sha tovarni sifatli qilib yasatib sotsanglar bo'ladi. Chunki o'tgan yili ko'p sotishgan, haftasiga 300 ta, 400 ta, 500 ta sotishgan. Faqat sifatli, yaxshi qilib sotsanglar bo'ldi. Bu yil ham aniq sotiladigan tovar. Bitta narsa maqtanib olib keyin videoni tugatamiz. Xo'p, bu meni o'tiradigan joyim. Hozir qor yog'yapti, juda chiroyli manzara bo'lyapti. Shuni maqtanmoqchi edim. Xullas, shu yerda o'tirib ishlayman. Bu joyning ikkita bitta zo'r tomoni mana bunaqa atmosfera zo'r ko'rinadi qor yog'gan paytlari. Minus tomoni esa quyosh tushgan paytda men bitta kompyuterda o'tirib ishlab bo'lmaydi. Yozning kunida esa umuman o'tirib ishlab bo'lmaydi. Men buni derazani yopib qo'yaman yozda, shunda ham issiqdan o'tirib bo'lmaydi. Bu yerda konditsioner ishlab turadi tepada, shunda ham o'tirib bo'lmaydi. Shuna gaplar. Bitta bizani to'tiqush videoga xalaqit beryapti. Biramallab. Xayr degin, xayr. Bu gapiradi. Har doim emas, lekin gapiradi. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Gaplashamiz.